Do'stlar, nima? Seni do'stlaring bormi? Gara, sen nimani his qilayotganingni bilaman. Senga qanchalik og'riqli ekanligini bilaman. Ota, siz meni 6 marta o'ldirishga harakat qildingiz. Bo'lib o'tgan har bir qotillikdan keyin men sizdan qo'rqib va nafratlanib katta bo'ldim. Nega otam meni o'ldirmoqchi? Lekin hozir hammasi boshqacha. Hozirda men 4-Kazekageman. Nima? Sen Kazekage? Faqatgina bu emas. U Birlashgan Shinobilar armiyasining bosh qo'mondoni. O'zining yosh bo'lishiga qaramasdan u Kage nomiga sazovor bo'ldi. Boshqa Kagelar ham uning kuchini hurmat qiladi. Xo'sh, shunaqa degan, demak o'zini o'g'li. U yaxshi shinobi. Bolakay juda ham kichkina. Unga hech nima qilmaydimi? Iltimos, menga uning yuzini ko'rish uchun beringlar. Seni ahvoling yaxshimi? Uni natijaligini Barcha hujumga! Kim yo'qsan? Karura, sen hali ham bolamizning ichida yashashda davom etyapsan. Bu bilan nima demoqchisiz? Nima bo'lgan taqdirda ham qum seni har doim himoya qiladi. Bu Shukakuning kuchi emas, bu seni onangning kuchi. men har doim seni himoya qilaman, Gara. Onang seni doim yaxshi ko'rgan. Onajonim, meni yaxshi ko'rarmidi? Karura, u juda kuchli edi. O'limidan keyin ham seni himoya qilishda davom etmoqda. Sen shu darajaga chiqishing uchun u katta yordam berdi. U senga Kazekage bo'lishing uchun hayot berdi. U senga do'stlar berdi va seni safdoshlaring va boshqa odamlar bilan bog'ladi. U men sendan olib qo'ygan barcha narsalarni barini senga qaytardi. Hammasini qaytardi. Ovozli e'tiboringiz uchun rahmat.